Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa, xo'sh, ozgina yog'in havo bizda, yomg'ir yog'yapti. Stanogimiz 3 ta nastkali stanok, ratan to'qimasida usullarni chiqarishga mo'ljallangan. Xo'sh, Qozog'iston Astana shahriga ketyapti. Xudo xolasa, egalari kecha kelib polni video obzor tushunib olishdi. Hamma tomonni, bukish jarayonlarini boshqasini. Xo'sh, stanogimizga qo'shimcha qilib, mana shunaqangi ratan materiallaridan 500 kg xo'sh, material olishdi va undan tashqari o'sha o'ziga ketadigan noshka pistoletlar endi ichida qolib ketdi, prisoskasi ichida qolib ketdi. Mana shunaqangi holat. Xo'sh, xudo xolasa kargoga yo'lga chiqyapmiz. Qoliplarni endi yuklaymiz stanokda. Xo'sh, qoliplarni endi yuklaymiz. Navbatdagi stanogimiz hozir boshlangani, xudo xolasa bu yerda turibdi, mana. Xo'sh, bu Qozog'istonda Turkiston degan joyga ketadi. Ikkita stanok, bu stanok bilan bu stanok ikkalasi billa. Ikkalasi o'zi отдельно stanok, faqat bular o'zlari zakasi bo'yicha terdiryapti nasatkalarni. Bu stanogimiz o'sha ratan mahsulotlarini chiqarish uchun. Dekoni katta varianti deysizmi, Isabella stul deysizmi, Milano deysizmi, Deko Comfort deysizmi, masalan, shezlonka, pezlonka, liboy narsani chiqarishga imkoniyat qilganmiz bu stanoklarda. Xudo xolasa buni yuklash jarayonini bitta video syomka qilib chiqarib beramiz. Undan tashqari u stanogimiz nasatkalar hozir tayyorlanyapti to'kirda. Hozir данный moment tayyor emas, lekin tayyorlanyapti. Bu stanogimiz bomba lekin. Bu stanokka yetadigani yo'q. Sababi bu stanokda polni komplekt hamma narsa bor. 2.5 ga 2.5 profil, 4 ga 2 profil, 1.5 ga 1.5 profil, 15 lik turba, sindirma bekaydigan, deko chiqaradigan, kreslo chiqaradigan, lola chiqaradigan, Isabella chiqaradigan, o'sha dekoni katta varianti, deko komfort varianti, hamma narsa chiqaradigan qilib tayyorlaganmiz. Xo'sh, bu stanoklardan yasab chiqarib sotyapmiz. Faqat endi hozirgi holatda uni ozgina sir-sinoati borligi uchun uni keng talqinda qo'yib bera olmaymiz. Ishlash jarayonlarini bu stanokda bitgandan keyin video obzor qilib chiqarib sizlarga ma'lumotni ko'rsatamiz. Xullas, qanaqa holatda bukyapti, holat qanaqa o'zi, misol uchun shunaqa tomonlarni ko'rsatib boramiz. Xo'p, bu stanogimiz ham xudo xolasa Nukusga ketadi. Nukus Qoraqalpog'iston Xo'jayli shahriga ketadi. Xudo xolasa va undan tashqari bu yerda turgan stanogimiz ozgina o'zlarini kelmayotganligi sababli turibdi. Pullarini to'lab ketishgan. Faqat endi buni Qozog'iston Turkistonga olib ketadi. Buni ham Qozog'iston Turkistonga olib ketadigan stanok. Adashmasam, bizda shunaqa deb ketishgan. Pullar расчет qilingani, faqat endi egalari, misol uchun, o'zlari olib chiqib ketish kerak ekan, shuni hisobiga egalari o'sha chiqadigan tovarni olib chiqib ketadigan kuniga to'g'rilab olib ketadi, xudo xolasa. Sindirma bukadiganimizda bukilgan materiallar. Bukish jarayonlarini ham polni video obzor qilib ko'rsatib tushuntirib beramiz sizlarga. Kanalni kuzatib boring, video foydali bo'layotgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Hozirda данный momentda stollarimiz polni chiqib ketyapti. Hozir данный moment o'sha boshqa modellarda chiqaradigan stanok tayyor bo'lmaganligini hisobiga, hozir faqatgina o'sha deko fasonining o'zi ketyapti bu yoqda. Mana shu 2-3 xil ranglarda to'qib qo'yganmiz. Bular zakazga tayyorlanyapti hozir, zakaz bo'yicha. Bu komplektimizdan 2 komplekt zakaz tushgan, bunisidan ham 2 komplekt zakaz tushgan. O'shaning hisobiga o'zlarining xohishiga qarab to'qiyapmiz. Qolgan modellarda ham to'qish jarayonini, bukish jarayonlarini video obzorini polni ko'rsatib tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Bu o'sha bizdagi Milano fasoni. O'tirishga juda ham qulay. Narxi ozgina qimmatroq chiqadi buni. Bunga nisbatan o'shaning hisobiga biz bundan emas, ko'proq unisidan foydalanib to'qiymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Dilmurod Polvonov bo'ldi. Kanalni kuzatib boring. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, bizni like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Mana shunaqangi informatsiyalar ham bor. O'sha stanokda olib turgan odamga polni obzor, mana shunaqangi chizma narsalarimizni hammasini beramiz. Faqat endi buni to'liq ma'lumotni ko'rsata olmayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.